Shayton o'ta vaqtini tejaydigan mahluq. O'zini lahza vaqtini ham bekorga ketkazmaydi. Imkon darajasida kofirni ko'paytirish, do'zaxni ko'paytirish uchun xizmat qiladi. Shuning uchun u har qancha namoz o'qisa-da, namozi qabul bo'lmayotgan odamni vasvasa qilishga vaqt ajratib o'tirmaydi. Bu shundoq ham o'zimizdan bu deydi. O'qiyvermaydimi namoz? Kechasi kunduz namoz o'qisin, baribir namozi qabul bo'lmaydi deydi. Shayton biladi. Shuning uchun uni vasvasa qilmaydi. Ana o insonning umuman hayoli bo'linmaydi, namoz o'qiyapti. Va meni hayolim bo'linmayapti, demak men yaxshi ekanman-da degan tasavvurga boradi. Ana shunday insonlar o'zini taftish qilib ko'rsin. Qur'oniy ilmi yaxshi bo'lsa, fiqhiy ilmi yaxshi bo'lsa, aqidaviy ilmi yaxshi bo'lsa, ixlosi, muhabbati yaxshi bo'lsa, namoz ilmini yaxshilab, tahorat ilmini, g'usl ilmini yaxshilab o'rgangan bo'lsa, hayoli bo'linmayotgan bo'lsa, unda yaxshilik. Ammo shu ilmlardan